Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turgan pikap trakimiz eng tez pikap traklardan bittasi. 702 ta ot kuchi, 602 supercharge SRT, ya'ni customize qilsiz bo'ladi, custom qilsiz bo'ladi rollarini, sport, o'zi podveskalarni ham sport class o'ziga moslab bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas, buni narxlar bilan hozir tanishamiz. Bu juda ham ozgina chiqadi. Zakazga chiqayotgan mashinalar. Lekin oxiri shu Hemi motorni, Hellcatdagi motorni qo'ydi. Dodge'ga gap bo'lishi mumkin emas. Aytib o'tgandek 702 ta ot kuchi va 0 dan 100 gacha 4.1-4.2 sekund. Shunchalik bahaybat monster pickup truck 4 sekundda chiqadi. Gap bo'lishi mumkin emas, mana ko'ringlar. 6.2 litr supercharged. Xo'p, buni narxini ko'ramiz. Buni narxi afsuski ichi bekik. Ichi boshqa Dodge'lar bilan bir xil. Agar Dodge ko'raman desalar, lentada bor. Saloni, xo'p. Buni boshlang'ich narxi $70,000. Albatta buni qo'shimchalari bor. Qo'shimchalari bilan, hammasi bilan keling zoom-in qiling. Xo'p. 88,000 fokus qilmayapti, $88,745. Lekin bunaqa pikaplar kamyobligi uchun shapkasi bor buni. Dillerda o'zini shapkasi $20,000. $20,000 shapka bo'lsa, $8,415 ekan. $8,415 ga 4 sekundda 100 ga chiqadigan pikap truck. Albatta olganda benzinga e'tibor bermaysizlar. Chunki orqasidan bitta benzin o'zlab olsanglar ham bo'ladi. Ichadi benzinni. Benzinni qancha yeyishini tagiga yozib qo'yaman. Lekin haqiqiy ko'ringlar, dizaynni ko'ringlar. Forddan o'rgangan hammasi. Ford Raptor'da shunaqa uchta chiroqlar bo'lardi. Zo'ra. Agar pikaplar yoqqan bo'lsa, bitta like, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.